Tarbiya qilishga kim yordam beradi? Hech kim. Oyingizlar. Bitta o'zi. Mana alda sal yolg'onga qo'shib yuborsak bo'ladimi? Sen chokolad beraman, jim o'tirsang, xo'p? Efirda egizaklar loyihasi yana efirda. Bugun biz 5 nafar bolani voyaga yetkazayotgan Dilora Happy Momning uyida mehmondamiz. Bu galgi qahramonlarimizdan hayotning qiziq lahzalari, 5 farzandni tarbiya qilishdagi qiyinchiliklar haqida suhbatlashamiz. Egizaklarning hayoti qanday kechmoqda? Shu va boshqa savollar bilan bizni kuzatib boring. Egizak farzandlarim tug'ildi. Lekin yoshligimda umuman bola qaramaganman. Umuman bola qarashni yoqtirmasdim. Kichkina bolani yoqtirmaganman, to'g'risini aytsam. Egizaklarimiz homilador bo'lishimdan oldin ham 2 marta homilador bo'lganman. Ular yurak urmay qolgan, rivojlanmay qolgan. Pil savol beradi, 5 ta bola bilan qiynalmaysizmi? Qarashadigan odamlar bormi deb. O'z holiga qo'yib, masalan, mana muzday suvni ham xaltadan olib ichib ketaverishadi. Muzday narsalarni yeb ketaverishadi. Mana qish kunlarida marojniylarni yeb ketaverishadi. Egizaklarim bir-biriga o'xshamaydi, chunki ular ikkita alohida yo'ldoshlar bo'lgan. Chadash begonalar ham to'xtatishadi. Multfilmni ko'rganmisiz deyshadi. Qaysi? Maymun bor-ku deyshadi. Bolalarni arqonga bo'ylab yuguraveradi-yu, xuddi o'sha multfilmga o'xshatishadi. Masalan, Yandexlarga chiqsam, taksilarga chiqsam, rosa o'sha multfilmda onaga bosh erkasi deb hamma kim ko'rsa o'sha multfilmga o'xshatadi. Он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него.